bugun Galvestonga boramiz. Houstonda okeanni ko'rgani boramiz. Yo'lga chiqib ketyapman. O'zbeklar yig'ilar ekan bugun. Baliq tutishyapti hozir. Sekin men ham borib qo'shilaman. Men baliq tutmayman, prosta aylangani bormoqchiman. Borguncha yo'lni ko'rsatib ketaman. Bu narsalarni gapirib, qiziqtirib ketishga harakat qilaman. Lekin yo'lda jim ketishim ham mumkin. Unaqa gapga ustamasman to'g'risi. Sekin mana chiqib olamiz. Znak qolib ketibdi mana bu yerda. Mos highwayga chiqib olishim kerak. Birinchi palasaga o'tib olish kerak chapga. Chiqib olsa keyin bu yoqqa faqat to'g'riga bosar ekanmiz. Mashina sal ko'proq, soat 7:58 bo'lib qoldi kech payt. Mana payt mashina kamroq bo'lishi kerak edi o'zi. Negadir bugun ko'proq, shanba bo'lganiga mashina ko'proqmi deyman-da. Bugun shanba. Qotdi mana. Avariya bo'lib shekilli. Bosmasa. Ikkita mashina bo'libdi. Rahmat aka, rahmat. So'rashdi bizani tushdi mashina. To'rtta mashina. O'zi avariyalar ko'p bo'lmaydi. Houstonda. Amerikada ham ko'p bo'lmasa kerak. Yo'llari yaxshi, ayniqsa Texasda yo'llari keng. Avariya bo'lmaydi uncha-munchaga, lekin shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Bo'lib qolsa lekin qattiq bo'ladi, sababi mashinalar tez yuradi. O'rtacha tezlik 60 mayl soatiga, bu kilometrda 100 km/soatiga bo'ladi. Bundan tezroq yursa ham militsiyalar o'z to'xtatmaydi. 110-120 km yursa ham indamaydi. Hozir mana shu tez yuradigan joyga chiqyapmiz. Bu yog'iga polniy 100 km, 110-120 yuramiz. Bugun yomg'ir yog'gan, o'shanga sal sekinroq yuraman. Soatli yo'l 53 mayl. Taxminan bir 75 kilometrlar bo'lsa kerak. Chaqotdi, o'shani videoga olaman dedim. Chaqmay qo'ydi, to'xtab qoldi. Endi chaqmoq chaqib qolsa tushib qoladi videoga. o'zi yomg'ir yog'mayapti, bu
yog' bo'lgan yomg'irda yaqinda yog'di. 5 minut 10 minut bo'ldi yog'ganiga. O'shanga hali qurimaganda, o'shaning uchun sachirayapti. To'g'ri yurgan mashinalardan kelyapti yomg'ir. Mashina haydash menimcha osonroq, O'zbekistonga qaraganda ancha oson. Ko'pchilik qonun qoidaga yaxshi amal qiladi bu yerda. Yomg'ir ham yog'yapti. Menga O'zbekistonda sal tiqilibroq haydaydi mashina ko'pchilik. Bu yerda sal kengroq bir-biriga yo'l berib, masofani saqlab haydashadi. Bu taraflari ancha qulay, xavfsiz. Sekinlashamiz yomg'irda. Qattiq bo'lyapti yomg'ir. Hozir tinadi yomg'ir menimcha. Ustimda shunaqa yomg'irni bilib bo'lmaydi. Birdaniga yog'ib, keyin birdaniga to'xtab qoladi. Qaysidir shahar, qaysidir joylarda yog'ib, qaysidir joylarda yog'masligi ham normal holat. Okeanga yaqin bo'lgani uchun havo tez o'zgarib qolishi mumkin. Mashina haydash bu yerda osonroq, faqat bitta tarafi bu yerda tez yuriladi. Shu highway deyishadi. Bu yerda tez yuriladi. Shu tarafi sal anaqa, baribir tez yurganda nimadir avariya bo'lsa, qattiqidan bo'ladi deb bo'lsa. Odamlar ham shu mashinalar yaxshi haydashadi. Bir-birini hurmat qilib. Gapiraman, bo'lmasa jim ketaman.
o'zgartirishimiz kerak. 1,5 kilometrlardan keyin tayyorlanib oldindan o'ngga o'tib olaman. Qizib olishadi. Rahmat. Adan chiqib ketamiz. Mana bu Galvestonga olib boradi. O'zi yozib qo'ygan. Galvestonni yozib qo'ygan. atrofda yashaganman. Mana shu meni mahallam bo'lganing. Ancha bo'lib qoldi. 5-6 oy bo'ldi ko'chganimga boshqa joyga. Shu atrofda turaman. Bu yo'llarni yaxshi bilaman. Yoqilib qolibdi. Videoni ko'ramiz. Oxirigacha olamanmi yo'q. Zaryadkasi tugab qolishi ham mumkin kameram. 1 soatlik unaqa video qiziq ham bo'lmasa kerak hech kimga. Okeanga yaqinlashganda balki meni qaytadan yoqamanmi. Ko'ramiz. Biz qopchi deb o'tib olamiz.
aylanib o'tish kerak. Unga sababi tez yurganda u yoqdan odam tashqariga chiqishi bor, eshikni ochishi bor. Majburiy emas, lekin bu shunaqa rekomendatsiya, maslahat beriladi. Agar militsiya bo'ladigan bo'lsa, politsiyskiy mashina bo'lsa, unda majburiyroq desa ham bo'ladi. Hech kim shtraf qilmaydi-yu, baribir aylanib o'tish kerak. Agar oddiy mashina bo'lsa, endi qo'ldan kelgancha harakat qilinadi. Politsiya bo'lsa, обязательно shu aylanib o'tish kerak. Sababi u yerda odam urib ketadigan bo'lsa, o'sha bo'ldi-da, o'ladi-da o'sha yerda o'zi, unaqa tezlikda. Hozir mana 140 ketyapman. Oldimdagi mashina ham shunaqa ketyapti, misol uchun. O'zi mana yozilgan, ruxsat etilgan tezlik, lekin 70-75 lar yursa ham politsiyskilar indamaydi. Sababi shahar juda katta bo'lganiga joydan boshqa joyga borish juda ko'p vaqt oladi-da. Shahar yo boshidan yo boshiga 2 soatlik yo'lda. Agar 100 km yursa soatiga. O'zimdan ham ko'proq vaqt ketadi. 1 soat ham ketishi mumkin. O'shani hisobga olib ham yo'l lekin yaxshi. O'shanga militsiyalar, politsiyskilar indamaydi. 10-15 ko'proq yursa indamaydi. Traklarni yaxshi ko'rishadi, kattaroq pikap mashinalarni. Orqasiga narsa ortsa bo'ladi. Ko'pchilik shunaqa sanaqada ishlaydi. Yuzdan neftga boy bo'lgani uchun ko'pchilik shu neftinoy kompaniyada ishlaydi. Shuning uchun ham katta mashinalar haydashadi. Orqasiga asbob uskunalarni qo'yib oladi, orqasiga nimadir tashiydi. Shunga traklar ko'p yo'q.
yubordi yomg'ir. yarim soat emas 40 minutda yo'l qoldi. 40 minutdan keyin yetib boraman. Vaqtdan tez o'tib ketdi lekin. Boshida qiyin bo'lgan o'rganish. Uzoq yo'lga yurishga. Hozir menga misol uchun yarim soat, 1 soat desa o'rganib qo'yganman. Chap tarafimizda anaqa pulli yo'l bor. Pul to'lab kiriladi deyapti, anaqasi bor. Easy tag deydi, tagi bor, mashinaga o'rnatiladi, magnitga o'xshagan narsa. Kamera o'zi mashinaning nomerini urib, keyin shu anaqani oldiga yopishtiriladigan magnitga o'xshagan narsasi bor, shuni uradi. Sandan mashinani aniqlab, karta ulangan bo'lsa, shu kartadan pulni yechib oladi. Pulli yo'l menimcha 10-15 dollarlar bo'lsa kerak. Shu yetib borgungacha ishlatsa, qancha yurganiga qarab oladi deb pulni. Pulli yo'ldan yursam, yetib borsam 10 minut vaqtli boraman. O'shanga 10 minut uchun arzimaydi bunaqa pul to'lash. Bir xil paytlar bo'ladi, 20 minut, yarim soat yutsa bo'ladi. Mana shunaqa pulli yo'ldan yurib. Bunda olsa bo'ladi, bunda arziydi. Hozir shoshayotgan joyim ham yo'q, o'shaning uchun kerak emas.
anaqada yomg'irda yaxshi ko'rinsin. O'chirib qo'ydim. Mana tekin yo'l lekin hozir chap tarafimda hozir kelayotgan devori yo'l bo'lsa tekin. Bu yerda mashinada 2 kishidan ko'p odam bo'lsa yoki 2 kishi bo'lsa minimum mana shu yo'ldan yursa bo'ladi. Bu yo'llar tugadi hozir. Mana shu chap tarafdan polni ketsa ham bo'ladi. Yo'l o'zi ajratilgan bo'ladi. Oilaliklar bo'lsa, o'shalar chiqib olsa bo'ladi. Misol uchun birinchi palasaga chiqadi, ketaveradi. Buni qayerdan bilsa bo'ladi? Shu boyagidagi znak bor, rombikka o'xshagan znaki bor. Keyin yo'l ham ikkita palasa bilan shu bo'linib qo'ygan bo'ladi. Bo'lay bo'lmaydi, tez splashnoy bo'ladi. Hozir misol uchun men bitta o'zim bo'lsam ham yo'ldan yursam bo'ladi. Bu rombikli yo'l emas. Bemalol ketaveraman bu yoqdan. Keyin bu highwayda har doim chap tarafda yoki o'ng tarafda bitta mana shunaqa pustoy liniya bo'ladi, mana ajratilgan. Politsiyskilar yuradi bu yoqdan, skoriy pomощьlar mana shu yerdan yuradi, tez yordam. Mashina tiqilinch bo'lganda hech kim bu yoqqa chiqmaydi, faqat shular yuradi. Shunga qilingan. Yomg'ir ham tindi, endi bu yog'iga tezlashamiz. anchadan bir remontni mana shu anaqaga olib boradigan, akangga olib boradigan o'zi bitta yo'l bor, Galstonga olib boradigan. 3 yilmi 4 yildan beri bitirilmagan. Shu yo'llar yarmi yopildi hozir. 3 ta balaza qo'ygan.
bo'lmaydi o'zi. Shu nimagadir bugun kamerani yoqqanimga уже ikkita avariyani ko'rdim mana. O'zi unaqa ko'p bo'lmaydi. Yomg'ir yog'ganiga menimcha bo'ldi-da avariya. Mana yaxshi ko'rinmaganiga yo'l bir-birini urib olgan bo'lsa kerak. Avariya bo'lmaydi o'zi unaqa ko'p. Bo'pqolsa lekin mana shu yo'l probka bo'ladi, lekin butun yo'l yopiladi. Butun yo'l yopilmasa ham, yarmi yopilsa ham probka bo'ladi. O'rtadan yuring, kichkina. Sal zerkarli bo'lib ketdi. Endi sal yaqinlashganda yoqaman kamerani.